Udon tayyorlaymiz. 2 litr suvga tuz, suv qaynagandan keyin bir pochka lapsha solamiz. 5 minut qaynatib olamiz. Yopishib qolmasligi uchun aralashtirib turamiz. 5 minutdan keyin sovuq suvga solamiz. Yaxshilab chayib olamiz. Yana pishishda davom etmasligi uchun. Sovuq suv pishishini to'xtatadi. 20 gram yog'. Yog'imiz qizigandan keyin piyoz, chesnok, tovuq, sabzi, bulg'or garimdorisi, 1 qoshiq suv, 1 chimdim tuz. 1-2 minut aralashtirganimizdan keyin lapshani solamiz. Teriyaki sousi aralashtiramiz. 2 tomchi kunjutli masla. Lapshamiz tayyor. To'g'ri pishirilgan udonni sabzavotlari xomroq bo'ladi. Ko'k piyoz bilan bezatamiz. Tatib ko'ramiz. Bismillah. Uy sharoitida albatta tayyorlab ko'ringlar.